Munisa Rizayeva o'g'lining 1 yoshligini nishonlagandan so'ng, uning o'g'lining ismi keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Sababi, ko'plab tomoshabinlar o'z kommentariyasida Munisa Rizayeva o'zining o'g'lining ismini Alan qo'yaman degan edi, lekin tug'ilgan kunidan so'ng Alex ekanligi ma'lum bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng tezkor, eng ishonchli va eng so'nggi ma'lumotlarni faqat bizdan topasiz. O'tkazib yubormang. Munisa Rizayeva o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi lavhalarda o'g'lining tug'ilgan kunini jonli ulashdi. Xonanda bayramni chiroyli bezaklar, mehmonlar hamda bayramona kayfiyatda nishonlaganini ko'rsatdi. U bayram mavzusi sifatida Cheburashka multfilmini tanlaganini aytdi. Sababi uning o'g'li shu multfilmni juda yaxshi ko'radi. Shuningdek, Rizayeva turmush o'rtog'imdan guldastasiz birorta ham bayram o'tmaydi deya post qoldirdi.